so'zlar va mehribon tarbiyachilar. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun biz buyuk bobomiz Amir Temur tavalludining 689 yilligiga bag'ishlangan tadbirni o'tkazish uchun bobomizni madh etuvchi she'rlar hamda u zotning hayoti va faoliyati to'g'risida turli ma'lumotlar tayyorlab kelishgan. Sangiz ismini nima qo'ysam degan? Siz kelishingizdan bir muncha oldin Qur'on mutolaa qilayotgandim. Ko'zim bir so'zga tushdi. Tamur. Tamur so'zi arabchada larza ma'nosini anglatadi. Birinchi o'rinda o'g'lingizni ismini Timur deb qo'ying. Ikkinchi o'rinda o'g'lingizga hunar o'rgating. Chunki hunar o'rgangan yigit hech qachon kam bo'lmaydi. Uchinchi o'rinda islom dinining kitobi, ya'ni Qur'on kitobini yod olsin. Agar shu uchala ishni qilsangiz, o'g'lingiz har tomonlama ajoyib inson bo'lib yetishadi. Xo'p bo'ladi, xuddi siz aytganday qilaman. Amir Temur iqtisodiy mustahkam, xalq manfaatlarini himoya qiluvchi davlat tuzdi. Amir Temur buyuk siyosatchi, sarkarda, o'z davrining buyuk davlat arbobi bo'lgan. Uning shiori kuch adolatidir degan bir ma'no hikmat bo'lgan. Amir Temur 27 katta kichik tarqoq shaharlarni birlashtirib qudratli davlat tuzdi. Amir Temur davlatining poytaxti Samarqand shahri bo'lib, juda obod va chiroyli shaharga aylandi. Buyuk davlatni tuzgan abadiy o'smas nomi, tilimizda kalom. Unutmaymiz hech qachon sizni ulug' bobojon. Buyuk saltanatni tiklar Temur, istagi avlodi otsazo'r Temur, mulki Turon dunyo ustiga bo'lib, xalqim osoyishtalik ko'rsaydi umr. Sohib Qur'on aytar, ey farzandlarim, ko'zimning qarog'i, jondir bandlarim, millatning dardiga darmon bo'lingiz, bo'shashtirmang meni bo'g'in bandlarim. Adolat, ozodlik dastida bo'ling, yomonlik, razolat qasdida bo'ling, nifoq urug'lar. Insonparvarlik bilan boshlang. Men o'z askarlarimga g'amxo'rlik va oliyjanoblik ko'rsatdim. Tartib va qoidalarga rioya qilish mening davlatim mustahkami. Men davlatni haq, birlik va aql bilan. Bizning bosh bo'g'inimiz, bizning qudratimizga shak shubha bo'lsa, biz qurdirgan binolarga bu urug'lar 9 qismini xalqimga, bor yo'g'i bir qismini harbiy yurishlarga safarbar etdim. Vazirim, mehmonlarga to'ng kiyib Bugun o'zbekning Beruniy yaratgan ziyosi bilan, jon tabibi Ibn Sinosi bilan qaddi baland bo'lsin bugun o'zbekning, jismi bayand bo'lsin bugun o'zbekning. Amir Temur otli bobosi bilan, Marvarid yaratgan navosi bilan, intizor Boburiy mirzosi bilan nasli ulug' bo'lsin bugun o'zbekning, rizq to'liq bo'lsin bugun o'zbekning.